أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى رب العالمين بأدد مختار حمد سنالر بسن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli mescidimizge teşrif buyurgan mo'min musulmonlar, Allah subhanahu ve taala her birlerimizni bosib kelgan qadamlarimizga savoblar, hasanatlar, ajr azimlar yozsin. Bu cumadan faydalanadigan masalalarini tushunib amal qiladigan va boshqalarga ham yetkazadigan insonlarning saflarida qatorida qilsin. Alloh taolo ana shu juma kunini aziz, mukarram, muqaddas qilib yaratdi. Hafta kunlarining ichida bir mo'min musulmonlar masjidlarga yig'ilib jamlanib duo qilsin, ibodat, ruku, sajda, tilovat qilsin hamda jumada aytiladigan bir masalalardan foydalanishligini ham imkoniyati bor birodarlar. Bugungi mavzuyimiz bir tarixni ham eslab o'tamiz. Hozirgi kunimizga ham bir e'tibor beramiz. Ya'ni mo'min musulmonlarning hayotidagi barakatlarni kamayib ketganligi haqida, barakani yo'qligi haqida, yoki pullarimizda barakatlar yo'q, ko'pchiligimizda, yoki vaqtlarimizda barakatlar yo'q, yoki umrlarimizda barakatlar yo'q, yoki farzandlarimizda barakatlar yo'q. Aytayotgan so'zlari bebaraka odamlar bor, qilayotgan ishlari bebaraka bo'lib ketgan odamlar bor. Nima sababdan shunday bo'layotgan ekan? Nima sababdan barakatlar kamayib ketgan ekan degan mavzuni inshaalloh jamoatga tushuntirishga harakat qilamiz. Birodarlar, insonni o'lchanayotgan vaqtida insonni cho'ntagidagi pulini qadr qimmati, masalan, ba'zi bir odamlarda $1000 puli bo'lishligi mumkin cho'ntagida. Ba'zi bir odamlarda 1000 so'm puli bo'lishi mumkin. Haligi $1000 puli bor odamlar, bu 1000 so'm puli bor odamday agar solishtirsangiz 85 ming pul bo'lish kerak ekan. Demak, 85 marotaba oshkicha bo'lyapti. Lekin narigi odamni pulidan Alloh taolo barakatni olib qo'yadigan bo'lsa, hech qanday samarasi bo'lmaydi, yo'q bo'lib ketadi. Mana bu odamni pulida Alloh taolo barakatni qilib qo'yadigan bo'lsa, bir necha ishlarini, maqsadlari hosil bo'lib, bir necha ishlarni nihoyasiga yetkazib oladi. Mana hozir biz juma namoziga kelayotganimizda ham shoshildik. Tezroq boraylik dedik. Shu yerga yetib kelaylik dedik. Juma namoziga yetib keldik. Lekin juma namozidan keyin ham birodarlar yana shoshilamiz. Tezroq uyimga borsamidi, tezroq ishimga borsamidi, tezroq mana bu manziliga, ana u manziliga yetib olsamidi degan yana bizda shoshilishlik paydo bo'ladi. Biz o'zimizga savol beraylik birodarlar. Shoshilishligimizdan maqsad bir narsani amalga oshirishlikmi, tezroq qilib qo'yishlikmi yoki natijaga erishishlikmi? Ko'p odamlarimiz endi birodarlar shoshilib shu yerga keldik qisqasi. Shoshilib mana shu yoshga kirdik. Shoshilib shu bugungi kunga yetib keldik. 2021-yilda o'tiribmiz. Aprel oyida o'tiribmiz. Bir endi o'zimizga bir savol beraylik. Orqamizdagi o'tgan umrimizda barakatlar bo'ldimikin, yo'qmikin? Shuncha yil yashadik, shoshildik, xotiradik. Natijaga erisha oldikmikin, yo'qmikin? Ba'zi bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalari 32 yosh umr ko'rib 300 yil, 500 yil umr ko'rgan odamdan ko'ra ko'proq ish qilgan ekan. Ba'zi bir mahallamizdagi odamlar 40 ga, 50 ga, 60 ga, 70 ga, 80, 90 yoshga kirsa ham 15 yosh
20 yoshligida sahobalar qilgan ishlarni qila olmayapti. Nima sababdan? Chunki siz bilan bizlarning umrimizdan barakatlar olib qo'yilgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Isa alayhisalomning tili bilan "Va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati vaz zakati ma dumtu hayya." Robbim deyapti Isa alayhissalom. Alloh taolo meni qaysi o'rinda bo'lsam ham meni muborak qildi, barakatli qildi, umrimni barakatli qilib qo'ydi dedi. Isa alayhissalomga e'tibor bersak, birodarlar, payg'ambarlarning ichida umri juda uzoq bo'lgan payg'ambarlardan bo'lib hisoblanmaydi. Yosh o'tib ketgan. Isa alayhissalom ancha yoshlik paytida ketib qolgan. Lekin oyat karimada mana biz o'qib turamiz, hammamiz o'qiymiz Qur'oni Karimda Alloh taolo "Va ja'alani mubarakan aynama kuntu." Alloh taolo meni qaysi o'rinda bo'lsam ham barakatli insonlarni qatorida qilib qo'ydi deb Isa alayhissalomning tilidan Alloh taolo oyati karimani tushiryapti. Siz bilan men barakatli odammizmi yoki unday emasmi? Bir hayotiy misol bilan tushuntirsak bo'ladi, birodarlar. Avvalgilarni eslab o'tamiz dedik. Hamda hozirgi zamonimizda hayotimizga bir qaraylik. Ota bobolarimizni davrida mahallamizda bitta mashina bo'lsa, ana o'sha mashina hamma narsaga yaragan. Raddomga ham borgan, janozaga ham qatnashgan, ana qo'shni mamlakatga olib borib kelgani ham, mehmonlarni kutgani ham, kuzatgani ham, to'y o'tkazgani ham, yana bir ancha munchasi mashina minish bahonasida yuvib kelish kerak bo'lsa, unga ham yetgan, qo'shniga ham yetgan, o'ziga ham yetgan, mahallasiga ham yetgan. O'sha bitta mashinasida Alloh baraka qilib qo'ygan. Mana bizning domlamiz mashinasi bo'lar edi. Biz ko'rib ulgurmaganmiz, shunday deb aytishadi. O'sha mashinada hamma taraflarga borib kelib ulgurdi. Nimaga degan so'roq belgisi paydo bo'ladi. Nafaqat mahallada, birodarlar, har birimiz uyimizda bitta ikkita mashina bo'lib ketdi. O'zida ham mashina, akasida ham mashina, ukasida ham mashina, qo'shnisida ham mashina, jo'rasida ham mashina, mahallasida ham. Lekin yetmayapti, birodarlar. Mana u yoqqa borib kelmayligimi desa, birinchi aytadigan so'zi vaqtim yo'q deyapti. Mana buni qilmayligim desa vaqtim yo'q deyapti. Xuddiki mana shu odam hamma narsani dunyoda bajarib yurgan odamga o'xshab. Demak, ko'rdingizmi? Mahalla ko'ydagi mashinani ko'pligida emas ekanda so'z. Alloh taolo bergan barakatda ekan. 20 yil muqaddamgi hayotda eslang. SSR buzilgandan keyin bizda ancha-muncha ocharchiliklar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan, yetishmovchiliklar bo'lgan. Buni aytib hijolat bo'ladigan narsa emas. Butun paypoq kiygan odamlar ko'p bo'lmagan. Zag'ora nonni yegan odamlar ko'p bo'lgan. Qiyinchilikni hamma ko'rgan. Lekin o'sha vaqtdagi mehr, muruvvat, bir-biriga hurmat, ehtirom, qo'shnidan xabar olishlik degan narsa hozir yo'q. Hozir hamma narsa bor. Bir marta kiyimini kiyib keyin kiymaydigan odamlar ko'paygan. Taomni ustiga yana taom qil deydigan odamlar sizman men. Juda kengchilik bo'lib ketdi. Sizman men shikoyatni ana samorda qilyapmiz kelib. Mana u yetishmayapti, ana u yetishmayapti deb oshni aytib qo'yib samorda shikoyat qilyapmiz. Nimaga? Baraka yo'q, birodarlar. Siz bilan meni hayotimda Alloh taolo saqlasin, barakatlar kamayib ketdi. Birodarlar, nimaga o'sha mashinalarimiz ko'p-u, lekin barakatlarimiz yo'q. Pullarimiz ko'p-u, barakatlarimiz yo'q. Masalan, ba'zi bir odamlar, ulamolarimiz aytishadi. Ba'zi bir odamlarni ilmlari bor, ammo ilmsiz bilan barobar bu ilmini birovga bergisi kelmaydi, tarqatgisi kelmaydi, yetkazgisi kelmaydi, boshqa odamlarga o'zini ilmidan bo'lishmaydi. Ilmni zakoti boshqalarga ilmni yetkazishlik. Umuman mana shu odamni ilmli yoki ilmsiz ekanligini bilmay o'tib ketasiz. Siz ham bilmaysiz, mahalla ham bilmaydi. O'zini yaniga bir kitobni qo'yib qo'ysangiz, ancha narsalarni biladi, birovga aytmaydi. O'rgatmaydi ham, ta'lim bermaydi ham.
bebaraka bo'lib o'tib ketadi shunday odamlar. Boy odamlar bor. Faqatgina o'zlari bilan ovora. Kattaroq uy soladi, so'ngra buzib boshqa soladi, keyin yana ham kattaytiradi, sharoitlarini zo'r qiladi, mahalla-ko'yga ehson qilmaydi. Lekin ba'zi bir boy odamlar bor. Masjidlarni soladi, yo'llarni to'g'rilaydi, balisalarni soladi, maktablarni soladi, elga, yurtga o'ziga Alloh taolo bergan boylikni, barakatini boshqalarga ham ko'rsatadi. Demak, birodarlar, bizda bir qoida paydo bo'lyaptiki, qaysi inson barakatlik deb hisoblanadi desa, qaysi inson o'ziga berilgan narsani o'zida saqlab qolmasdan boshqalarga o'tkazsa, so'ngra barakatlik bo'lib hisoblanadi. Boyligingiz bormi? Odamlarga bering boyligingizdan. Ana barakati o'sha joyda ko'rinadi. Barakatil mali fi infaqiha deydi arablar. Mol mulkning barakati ko'rinishligi, boshqa odamlar mana shu mol mulkdan foydalanayotgan bo'lsa, so'ngra shu odam haqiqiy boy bo'lib hisoblanadi, haqiqiy barakatlik bo'lib hisoblanadi. Va barakatil ilmi fi ta'limiha, ilmni barakatlari boshqalarga dinni o'rgatishlik bilan bo'ladi. Ilm oldingizmi? Diniymi, dunyoviymi? Dehqonchilikni bilasizmi? Dehqonchilikni ham o'rgatavering. O'rgating. Muallimal xayr deydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarida biror bir narsani yashirib olib qolmagan ekanlar. Hamma narsani o'rgatgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 63 yil hayot kechirgan bo'lsalar ham butun umrlari barakatlarga to'ra. Qarang, bir necha ayollar bo'lgan, do'stlari bo'lgan, g'azotlari bo'lgan, safarlari bo'lgan, xizmatlari nafaqat insoniyatga, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarga ham, jinlarga ham payg'ambar qilib yuborilsa ham hammasiga vaqtini yetkazyapti. Bu nimadan dalolat desa, birodarlar, vaqtida baraka bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vaqtida baraka bo'lgan. Vaqtlarni unumli yaxshilikni ustida foydalangan. Mana hozir biz bu masalani aytyapmiz. Aytganimizdan so'ng bu juma namozi ham nihoyasiga yetadi. Masalasi ham nihoyasiga yetadi. Lekin birodarlar, umr g'animat, vaqtlar g'animat, sog'liklar g'animat. Bu yurishlar, turishlar, aytilishligi yoki eshitilishligi shuni hammasi g'animat birodarlar. Biz bir narsani bilaylikki, barakatni kalitlarini istaylik birodarlar. Hozir ko'p pul topib olishni yo'lini istamaylik. Pullarimizni barakatli yo'llarga ishlatishni yo'lini istaylik. Bizda ana aqlimizdagi nastroykamiz, boshimizdagi boshqaruvimiz buzilib qolgan. Faqat raqamga qarab ketamiz. Abu Hanifaning huzuriga bir kishi keldi. Qola ya imom, ey imom dedi. 5 dinar oylik olaman dedi. Lekin mana shu pul menga yetmayapti. Nima deb nasihat qilasiz deganda, 5 dinar yetmayotgan bo'lsa, sen boshchingga borib aytgin, seni oyligingni 4 dinar qilib qo'ysin dedi. Bu teskarisi-yu. 5 dinar yetmayotgan bo'lsa, 10 dinar qilib qo'yish kerak emasmi? Imom aytdiki, sen boshchi uni hojangga ayt. Xaziyaningga aytgin, seni oyligingni 5 dinar bo'lsa 4 dinarga tushirib qo'ysin, senga yetadi dedi. Mayli dedi. Yana qarang, buni endi unaqa so'z orasida tushuntirish kerak. Hozirgilarga o'xshamagan avvalgi odamlar. Hozir avval savol beradi, so'ngra javob berasiz, so'ngra nimaga deydi, so'ngra unday emas deysiz, so'ngra bunday deydi, unday deydi. O'sha joydagi suhbat nihoyasiga yetib, pachag'i chiqib, janjal chiqib, yuz ko'rmas bo'lib ketguncha savol berib turaveradi. Avvalgi odamlar unday bo'lmagan-da. Savolni bergan, javobni olgan, ha shunday ekan deb yo'lida davom etib ketavergan. Ey imom dedi. 5 dinar yetmayapti, qanday qilaman dedi. 4 dinar yetadi, ketaver dedi. Tamam dedi. 4 dinar yetsa, 4 dinar ekan dedi. Boyagi odamni 2-3 oydan keyin yana chaqirtirdi. Ey falonchi dedi. Imom Abu Hanifa. Nechta pul oylik olyapsan dedi. 4 dinar olyapman. Sal yetganday bo'lib turibdi dedi. 3 dinarga tushirib qo'y oyligingni, tushundingmi dedi. Понимаешь dedi. 5 не надо dedi. Считать уметь он to'g'ri aytayotganmi? Sen sanay olasingmi dedi. 5 dinar, 2 dinarni olmaylik qo'ychi. Sen 3 dinar olsang senga jetadi o'sha dedi. 3 dinar yetadi senga dedi. Xo'p dedi boyagi odam, mayli dedi. So'ngra Imom Abu Hanifa chaqiradi shu odamni. Yana chaqiradi, ey falonchi, ishlar qanday?
ro'zg'or qanday, hayot qanday, yetyaptimi yo'qmi dedi. Imom endi yetyapti dedi. Mana endi menga yetyapti deganda Imom Abu Hanifa aytdiki, sen qilayotgan xizmatingni haqqi 3 dinor edi. Sen yetmaydi deb 2 dinor qo'shib 5 dinor qilib olgan eding. Alloh taolo 2 dinorni haromdan qo'shganingdan barakani olib qo'ygan edi dedi. Seniki 2 dinor oshiqchaydi barakasini, bergi 3 dinornikini ham o'chirib yuborayotgan edi dedi. Seni o'zingni qilayotgan ishingni haqqi 3 dinor edi dedi. Savdo sotiqda ham shunday birodarlar. Oshiqchasini qilyapsizmi? Bebaraka bo'lib ketadi. Oshiqchasini talab qilyapsizmi? Bebaraka bo'lib ketadi. Mana bizning dehqonchiligimizda ana o traktorchilarimiz kelib oldaydi. Bir sotigini bunchadan haydayapman, unchadan haydayapman. Hemen tura tushunib qo'yildi. Biz ayilda yashagandan ayla yo'q, buni aytmasak bo'lmaydi ellarga. Biz deydi bir sotigini mana unchadan haydayapmiz deb oshiqcha rasot bilan aytadi. Uy egasi nima qiladi? 15 sotik yerini 9 sotik deb aytib qo'yadi unga. Qarabsizki, natijasida ikkalasi bir xil bo'ladi, qoladi. Bu ham aldayapti, bu ham aldayapti. Rashot bo'lyapti ekan oxirida. Qarabsizki, bu ham oshiqchasini ola olmaydi, u ham oshiqchasini qila olmaydi. Xuddiki kelishib olganday. Birodarlar, birovning haqqi birovda qolib ketmaydi. Birovning haqqi birovga buyurmaydi ham. Sizga birov oshiqcha bir narsa beryaptimi, Alloh taolo unga 10 barobar beraveradi. Lekin siz birovdan olib qo'yapsizmi, boshqa joydan bittasi olib qo'yaveradi. Yana shu Imom Abu Hanifaga o'xshagan bir voqeada bir kishi kelib aytdiki, men dars qilyapman, ish qilyapman, xizmat qilib yuribman. Bir paradan Qur'on o'qiyapman. Mana Qur'on oyi kelyapti, Qur'on o'qishni niyat qilaylik birodarlar. Bir paradan Qur'on o'qiyapman, lekin vaqtlarim yetmay qoldi desa, xuddi hozirgi voqeaga o'xshaydi. Sen debdi, 2 paradan Qur'on o'qisang, ishlaringga ham ulgiysan, vaqtlaring ham yetadi debdi. Bu yana teskarisi. Bir para o'qiyapman, ishim ko'p desa, sen yarim para o'qisang, ishing ko'p bo'lsa qilaverasan deb aytmasdan 2 paradan o'qiydigan bo'lsang, Alloh umringga baraka beradi debdi. Haligi shogirdi borib turib 2 paradan Qur'on o'qishni boshlaydi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo uni o'sha qilayotgan ishlariga barakatlar beradi. Bizda bunday bir omonat narsalar bor-da. Omonat narsalar bor, biz mana shu narsalarni bilmaymiz birodarlar. Omonat narsalar nima desa, har bir narsani tashqi ko'rinishi bilan o'lchaymiz. Har bir narsani tashqi ko'rinishi bilan o'lchaymiz. Pullarni sanog'ini raqam bilan o'lchaymiz. Lekin biz hammamiz bilamiz o'zimiz ichimizdan, baraka yo'q pul qayerda-yu, barakasi bor pullarimiz qayerda. Shuning uchun uni mol bozorga borsangiz, qo'lingiz mahkam ushlab olib, 1-2 yil burun singan bo'lsa, sen yana sindirib qo'yay deydi. O'sha mahkam ushlab olgan, o'sha qo'yarmasdan turaveradi. Lekin bitta so'z ishlatadi, shu yerda e'tibor bersanglar. Barakami, barakasini bersinmi, nima bo'ldi? Barakami degan so'zni ishlatib turaveradi. Bitta so'z bu, arabcha so'z. Ha, baraka bo'ldi desa, tamom, bayimiz maqsad hosil bo'ldi deb ikkalasi ikki tarafga tarqalib ketadi. Ota bobomiz shuni o'rgatganda bizga, bu savdoingda barakat bo'lsin deb. Shuning uchun duo qilayotganda umringga Alloh ziyoda qilsin deb duo qilinmaydi. Hech kim umr 1 sekunddan oshib qolmaydi. Umringga Alloh baraka bersin deydi. Bu qanday desa, bir odam 60 yil yashaydi, 600 yillik xizmat qiladi. Bir odam 90 yil yashaydi, janoza qog'ozi tarqab ketadi, bunchalik bo'ladi, keyin 1-2 kun xato bo'ladi, tamom, hammani esidan chiqib ketadi. Nima sababdan sahobalarni, tobiinlarni, ulamolarni umrlari hali ham tirik biz bilan birga bor. Shuni aytadiki, biz ulamolarimizni ba'zilari shunday odamlar o'tgan tarixda ular 1000 yil oldin yashab o'tgan bo'lsa ham hali bizni oramizda tirik yashayapti deydi. Lekin shunday odamlar bor, hozir oramizda yashab tursa ham o'likka o'xshaydi deydi. Oramizda bor yo'qligi umuman yo'q, bilinmaydi, bir ta'sir ko'rsatmaydi. Yo diniy xizmat yo'q, yo dunyoviy xizmat yo'q, yo uxroviy xizmat yo'q. Nima deydi? Foydasi yo'q-da. Hech qanday narsaga foydasi yo'q. Shu nimaga desa, shu odamning umridan barakatlar olib qo'yilgan. Bizning vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi. Qanday qilsa barakatlar paydo bo'lishligini men qisqa tushuntirib beraman, uni sharhlamaymiz birodarlar. Birinchisi, qaysi insonning umriga barakat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha inson Alloh taolodan taqvo qilsin. Tarixdagi barakatli odamlarning hammasi taqvodor bo'lgan,
ularni boshchilari payg'ambarlar va payg'ambarimiz va sahobalar va tobiinlar va ulamolar. Bularni umrlari barakatli bo'lgan, chunki bular o'ta qattiq taqvo qilishgan. Ikkinchisi, Alloh taologa istig'for aytishlikni ko'paytirishlik. Faqul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Robbinglar aytdi, sizlarga istig'for aytinglar va orqasidan 5 ta 6 ta fazilatlarni keltirdi. Sharhlamaymiz dedik. Demak, istig'for aytishlik. Uchinchisi, Alloh taologa duo qilishlik. Ertalabdamidi, kechqurundamidi, o'zingizmi yo duo qiladigan odammi, shundan borib umringizga baraka so'rang, birodarlar. Buni o'layotganda yaxshi tushunadi odam. O'lay deb bo'lganda yaxshi tushunadi. Men ham o'lay dedim-ku, bir koronavirus bo'lganda o'lib qolay deb, o'lib qolsam kerak deb ham o'yladim. O'sha vaqtda bir fikr keldi odamga. Endi hozir o'tib ketsak, masalan, shu hayotdan o'tib ketsak, nima qilib o'tdim? Qaysi amalim bor ekan deb men juda qattiq o'ylandim, birodarlar. Eng oxirgi nadomat o'sha joyda bo'ladi ekan. Eng oxirgi nadomat. Mana hozir siz tasavvur qiling xolos. Bugun o'lib qolishingiz kerak. Misol uchun, kim bo'lsa ham-da bugun o'lib qolish kerak. Orqani bir qaraylikchi. Bunday bir yonboshlab orqani qaraylikchi. Qaysi amalimizni ko'tarib boramiz ekan? Yana bitta qaraylikchi. Qaysi gunohimiz bilan boramiz ekan? Gunoh to'lib ketmadimi? Solih, qo'rqmay bunday ko'rsatib yoradigan amalimiz yo'q. Ammo qo'rqib ketadigan gunohlarimiz ko'p, birodarlar. Shuning uchun uchinchisi, ko'p istig'for aytishlik. Ko'p istig'for aytishlik, duo qilishlik, o'zi yoki duosi ijobat bo'lgan odamlardan borib duosini qilishlik. Ana shunga o'xshagan bir necha tarixda o'tgan ulamolarimizni ko'rsatmalari bor ekan. Muborak bo'lishlik, barakatlik bo'lishlik o'sha odamni Allohni yaxshi ko'rgandan dalolat bo'ladi. Yaxshi ko'rgandan dalolat bo'ladi. So'zimiz nihoyasida jamoatimizga aytamizki, har kuni kechqurunda bir qarab qo'yinglar. Umar roziyallohu anhu so'ziga o'xshab kechqurunda bir qarang. Mana shuncha vaqt o'tdi. Ertalabdan kechga o'tdi. Men bugun nima qildim deng? Shu bugun men nima qildim? Dinimga yoki dunyoyimga shu bugun men nima qildim degan savolni bersangiz, keyin o'zgarish bo'ladi. Ana o jalloti bir yerda o'tiradigan chollar bor edi, o'tib ketdi juda ko'pi. O'zimizda ham bu yerda bo'lib qoladi. Karta o'ynab, ammo turishardi ko'chani bo'yida. Dunyoga kelib nima qilding desa, karta o'ynab qaytib keldim deydimi shular? Sen nima qilding desa, dunyoga borib sigaret chekib qaytib keldim. Sen nima qilding desa, dunyoga borib mana buni qilib qaytib keldim. Ertaga shu savollar beriladi-da. Ömrde deydi Allah Teala, men berdim. Sen nimaga ishlatding degan savol berishdan avval Umar roziyallohu anhuning so'ziga ko'ra o'zlarimiz bir hisob kitob qilaylik. Alloh taologa duo qilaylikki, birodarlar, barakatli umr bersin. O'lib ketganingizdan keyin ham sizni eslab tursin, yaxshilikman, yomonlikman emas. Dunyodan o'tib ketganingizdan keyin ham yaxshilik bilan eslab tursin. Mana bugun ikkita bu yerda bir mahallamizda to'y ehson bo'ldi. O'sha ehsonni men aytib berdim, bu yerda o'sha oqsoqollarimiz ham o'tirishibdi. Bizni To'tiya qishlog'imizdan To'tiya nima degan ekan? Savol. To'tiya degani gul degani. Ko'zga siypaydigan, ona Makkaga umraga, hajga borsanglar, To'tiya degan gulni beradi o'sha yerda ham. Tarixi mashhur endi buni. Bizi qishlog'imizda eski masjidimizda sotib oldi Hoji buva degan odam bo'lardi. U kishim To'tiyalik, Alloh rahmatga olsin. Halil buvaman, Rahimjon buva degan odam tashkilotlik. Mana shu odamlar jumada shu yerga kelib 2,5 soat burun jumada birinchi safda o'tirishardi. 2,5 soat burun o'tib ketdi ular. Biriga 10 yil bo'ldi, biri 2 yil bo'ldi, biriga 3-4 yil bo'ldi, uchalasi ham o'tib ketishdi. Shu masjidga kelib jumadan avval 2,5 soat avval kelib o'tirishardi. Bizning ichimizda shunaqa odamlar yo'q. To'tiyamizdan boshqa oqsoqollar ham o'tdi tashkilotdan ham. Lekin men ular ko'pini eslamayman. Ammo shu yaxshi amalda bo'lib turgan odamlarni eslaymiz, birodarlar. Shunaqa yaxshi amalda bo'laylik. Umrimizni barakatlikka, yaxshi ishlarga sarflaylik, birodarlar. Bo'lar bo'lmas narsa ko'payib ketdi hayotda. Bo'lar bo'lmas narsa. Mana mashina chiqdi, ziyorat o'ldi. Telefon chiqdi, qarindoshchilik o'ldi. Samolyot chiqqandan keyin otman tuyi ham o'lib qoldi. Hammasi o'ldi, lekin shuni vaqti sizma menga yetmayapti, birodarlar. Hamma imkoniyat chiqqandan keyin bani esa ko'payib, palataga odam sig'may ketib, mahallada bitta do'kon, bitta apteka bo'lib ketuvdi. Baribir hamma doriga borib o'chirtga turgan vaqtlari ham bo'lib qolyapti.
Sog'lik salomatligimiz ham ketdi, mehr oqibatimiz ham ketdi, ziyoratlarimiz ham ketdi, hamma narsamiz ketdi. Shunga qarab o'tiradigan bir odamga o'xshab qoldik. Bunda baraka yo'q, birodarlar. Mana uning ichida baraka yo'q. Odamni o'zi bilan o'tirish kerak. O'zini ziyorat qilish kerak, o'zini yaniga borib o'tirib suhbatlarini olish kerak bo'ladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.